Mardlar unutilmaydi. Baxtiyor Mullabekov 1970-yilda Samarqand shahrida tug'ilgan. 1986-yilda Samarqand shahridagi 63-sonli umumta'lim maktabini tamomlagan. 1987-1989-yilda armiya saflarida xizmat qilgan. 1989-1993-yillarda Ichki ishlar vazirligi akademiyasida o'qigan. 1993-yilda ichki ishlar organlari saflariga xizmatga qabul qilingan. 1996-yil 1-yanvar kuni xizmat vazifasini bajarish chog'ida vafot etgan. Sodda qilib aytganda, leytenant Baxtiyor Mullabekov o'z hayotini yurt tinchligi va osoyishtaligi uchun bag'ishladi. Hayotining ibtidosi qanday go'zal boshlangan bo'lsa, yakuni ham shunday bo'ldi. Bu sharafli intiho. Xalqi, vatani, yurti uchun jon fido etish har bir farzand uchun ulug'likdan boshqa narsa emas. Men bilan ko'p suhbatlarda bo'lardi. Ota, men sizni yo'lingiz bilan boraman. Mana siz shuncha yil ishladingiz. O'sha gapi gap. Men ichki ishlar organlarida ishga kiraman. O'qiyman. Respublika ichki ishlar vazirligining akademiyasiga o'qishga kirdi. O'qishdi. 5 yil o'qib, o'sha a'lo baholar bilan yaxshi mutaxassis bo'lib o'qishni bitirib, Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasining huzuriga yo'rildi. Bu yerga kelib, ichki ishlar boshqarmasi kadrlar bo'limida inspektor vazifasida ishni boshladi. Xodimlar biron marta unga bir zaminchani qilmagan. Ish vaqtiga ishga borardi, vaqtiga vazifani bajarardi. Rayonlarga borib, shu kadrlar bilan qanday ishlar bo'lyapti, shuni analiz qilib, ikkita rayon, Kattaqo'rg'on rayoni bilan Qo'shrabot rayoni ikkita rayonga u berkitilgan edi. Meni ko'plari tanirdi. Sizni o'g'lingiz kelib, mana shu ishlarni bizga o'rgatdi. O'g'lingiz yaxshi odam ekan deb ko'p faqat maqtashardi. O'sha birga o'qigan, birga ishlagan xodimlar hozir ham men sizni o'g'lingiz bilan ishlaganman, pensiya chiqqan o'rtoqlar hammasi faqat to'g'ri gap, to'g'ri so'z odam, vijdonli odam, to'g'ri ishlaydigan yigit edi deb aytyapti. Baxtiyor Mullabekovning otasi ham, onasi ham ichki ishlar organlarida xizmat qilgan. Oiladagi halollik, to'g'rilik va adolatli muhit farzandlar tarbiyasiga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Bugun marhumning singlisi Nigora Mullabekova ham Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimasi. Judayam shirin so'z, samimiy, mehribon, xushmuomala inson edilar. Yoshligimda hech qachon meni urishganini, yo qo'pol gapirganini eslolmayman. Shunaqa xotira qolgan meni esimda. U paytlari Toshkent akademiya emas, Toshkentda o'qiyotgan bilim yurti militsiya maktabi edi. O'sha bitirgan kuni onam bilan borganimizda, onam ham ichki ishlarda ishlagan, onam forma kiygan, akam formada bitiryapti. O'sha xotiralar meni esimda, borib tabriklagan edik. Juda ham akam uchun men xursand bo'lganman. Bitirishgandan keyin oilali bo'ldi, farzandli bo'ldi, yaxshi ishga joylashdi. Vatani uchun, xalqini tinchligini himoya qilaman deb, tinchligini saqlayman deb yaxshi rahbar ishlab ketishi mumkin edi. Akam bilan juda ham faxrlanaman. Mana shunaqa ziyoli, ibratli oilada katta bo'lganman va ota-onamni, rahmatli akamni izidan ketyapman, haligacha ishlayapman. Yer yuzida hamma narsa unutilsa ham, mardlik va jasorat unutilmaydi. Baxtiyor Mullabekovning qilgan ishlari, qolaversa uning porloq xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi.